Payneslyapmi o'rta? Ha, o'zing nomeringni tashlang. Ha, nima deysan? Jinnida u. Ishlayapti paynet. Ha, ishlayapti dedim. O telefonda gaplasha olmasdan aytsan tashlab yuboraman. Постоянно telefonda gaplashadiganlar haqida. Siz bu insonlarni deyarli har kuni ko'rasiz. Deylik yoningizdagi do'stingiz ham mana shu qahramonimiz kabi telefonda ko'p gaplashishi mumkin. U farqi yo'q, bilyarddami, korporativdami, ovqatlanishdami, baribir telefonda gaplashadi va telefondan boshini ko'tarmaydi. Yo'qmi? To'g'ri. Telefonda gaplashishni tomga chiqib ham to'g'ri antenani. Hozir shoshmaytar. Kerak bo'lsa ular saunaning eng issiq joyida ham telefonda gaplashib o'tirishadi. Eng achinarli joyi ular suvning ostida ham telefonda gaplashishadi. Qoch. Qoch. Mana odamingiz o'tib ketdi hozir. Gapira, nima deb turading? Ha. Eskoyga telefon qil. Sen o'zing qil, gaplashyapman telefondaman. Bunday telefonda gaplashadiganlardan hattoki sartaroshlar ham bezor. Nafaqat sartaroshlar, balki Alo, bo'ldi, gapiraver.